Bu qizil shen вообще zo'r narsa. Ko'pchilik просто bilmaydi-da bu narsani. Biladiganlar o'zi anchadan beri ichishadi demoqchiman-da. Xohlasa mana tushuntiraman-da endi. Immunitetni kuchaytiradi, doimiy charchoq, holsizlikni yo'qotadi, quvvat, energiya beradi. Keyin qon aylanishini yaxshilab turib, anaqa qiladi. Yuragi, короче, yaxshi-da, xotirani kuchaytiradi, asab tizimini tinchlantiradi. Keyin saxri borligi ham rosa zo'r narsa bu. Saxrni yo'qotadi. Saxrni tushiradi demoqchiman-da endi. Organizmni zaharli moddalardan tozalaydi. Erkaklar uchun quvvat beradi. Plus terini sog'lom, yosh ko'rinishida anaqa qiladi. Xohlasang, qara, buni-chi chachipitiga kirsang hamchi, chachipitiga kirsang ham o'zi etadi. Bitta qizil 365 qizil shen deb yozgan. Butun anaqasini chiqazib beradi senga. Plus choyi ham bor, mana ko'ryapsam, choyi ham rosa zo'r. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi ichida, mana. Yotishdan boshi boshlayotganlargacha birinchichi anaqa bergan, mana bunaqa qoshig'ida bitta choy qoshiq ichadi-da, keyin ketidan choy anaqa suv ichib yoradi. Yarim soatdan keyin uxladi. Короче,